Assalomu alaykum azizlar. Ushbu videoda shu kungacha qo'yib borayotgan videolarim ostidagi izohlarda orasida savollar bor. Mana shu savollar ayrimlariga javob tariqasida tayyorlayapman. O'ylaymanki, savol egalariga yetarlicha javob tayyorlab beraman. Va shu o'rinda o'zlarini samimiy fikrlarini, samimiy tilaklarini bildirayotgan do'stlarimizga, aka-uka, opa-singillarga, barchaga kattakon rahmatlarimni aytaman. Va qolaversa, o'zlarini kimligini tanishtirmagan holatda moddiy tomondan qo'llab-quvvatlab yordam berib kelayotgan barcha yurtdoshlarimizga kattakon rahmatimni aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyat qilib ehson qilishgan bo'lsa, Allohim dargohida qabul qilsin. Niyatlariga yetkazsin. Ikki dunyo saodatini erishtirsin. Xo'p, endi savollar. Bu keyinchalik orttirilgan narsa emas, bu tug'ma. Endi bu Allohning irodasi desa ham bo'ladi. Chunki meditsina ham ota-onamga tushuntirib bera olmagan, ota-onam bir-biriga qarindoshlik nimasi yo'q yoki qandaydir meditsina tomonidan ko'rsatadigan muammo bo'lmagan. Ikki qiz, ya'ni opamdan keyin akam tug'ilgan. Akam xuddi menga o'xshab tug'ilgan, lekin afsuski yoshiga to'lmasdan vafot etgan. Bundan keyin mandan keyin yana ikki qiz tug'ilgan. Ular ham shunday va ular ham yoshiga yetmagan. Shu uchalasini o'rniga o'zim qo'yganman. Allohimga shukr. Umrdan bergan ekan, mana hozirgacha yashab yuribman va sizlarning qarshingizda mana shunday ozgina bo'lsa ham ijod qilib yuribman. Yetkazganiga shukr. Xo'p, keyingisi. Yo'q, sun'iy intellekt emas bu. Goh-gohida ko'p bo'lmasa ham goh-gohida jonli efir qilib sizlar bilan shu rasm chizib bering degan muxlislarning rasmlarini real hayotda chizib ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Xudoyim bergan kichkinagina yurakcham hozircha urib turibdi. Demak, bu real hayot, haqiqiy hayotda, ya'ni jonli inson. Sun'iy intellekt emas. Xo'p, katta raqam telefonni qanday ishlatasiz, katta raqamlarni qanday yoza olasiz degan savollar va hokazo. Yana qolaversa, adminam o'zimman. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da umuman hamma nimasi o'zim, ya'ni admin yo'q. Masalan, telefonni mana shunday olib yuraman. Ishlatish, hop. Shunday bo'lsa-da, deylik mana qo'ng'iroq qilish kerak bo'lsa, qanday ko'rinadi sizlarga bilmadim. Masalan, o'zimning nomerimga kirsam, 91 650 33 23 va chaqiruv tugmasi. Bu ish bilan masala hal. Kundalik hayotdagi ishlarni imkon qadar o'zim bajarishga harakat qilaman. Shunaqa ekan, protez masalasida to'g'risi shu yoshimgacha mahalladan yoki restor umuman shunga o'xshash tashkilotlardan protez bo'yicha hech qanday ko'mak olganim yo'q. Hali birorta dam olish maskani deydi, boshqa bunaqa narsalarga yo'llanma ham olganim yo'q. Harakat ham qilganim yo'q, to'g'risi. Chunki qog'ozbozlik nimalari ko'p. Protezga harakat qilsak, o'zimizni ishlab chiqaradigan o'sha Toshkentdagi yo'naltiradi, ularda shunchaki taqib yurish kerak. Masalan, qo'l shunchaki taqib yurasiz, u bir ish bajarib bo'lganingizdan keyin uni taqib yurishni hojati yo'q. Hozircha oyoq protezlarim yaxshi. O'sha 2001-yili Koreyada qildirib kelgan protezlarim hozirgacha turibdi. Xudo xolasa farzandlarim katta bo'lib, o'zlarining yo'llarini topguncha ishlab tursa, shunisi yetadi. U protezni narxi qimmatligi uchun qiziqmadim. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa gap. O'rni kelganda shu narsani aytay. Protez qildirib berish uchun yo'llanma beriladi. Mana shu yo'llanma, ya'ni talon deyiladi, hozir bilmayman, yo'llanma beriladi. U 2 yilda bir marta beriladi navbatdagi. Endi protez qilib bergan joy protez mahsulotiga 6 oy muddat beradi. 6 oydan keyin u o'z faoliyatini tugatadi, ya'ni buziladi. Bir oyoqli bo'lsa, ya bir oyoq sog', ikkinchi oyog'ini protez qilish kerak bo'lsa, u eplasa bo'lsa kerak. Lekin birdan menga o'xshab ikki oyoqda bo'lsa va ishlasa, deylik 6 oydan keyin ishdan chiqadi, keyin qolgan yillarini, ya'ni yo'llanma olish kerak bo'lgan vaqtgacha ishga bora olmasdan uyda kutib o'tirish kerak. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan narsalarda. Shuning uchun yordam so'rab boradigan bo'lsangiz, xuddi yondan nima qilib berayotgandek qilib sizga boshqacha qilib qarasa, bu narsa real hayotda ham bo'lgan. Masalan, o'sha talabalik paytimda bir tashkilotga borganman-da, qo'limda hujjatlar topshirganman.
hamma hujjatlar ko'ryapti. Hujjatlar ichida mani o'sha birinchi guruh nogironligi haqidagi hujjat man turibdi. Uni o'qiyapti, menga qarayapti. Savolni qarang. Birinchi guruhmisiz? Ha. Birinchi guruhni nimaga bergan? Nima deb o'ylash kerak? O'zingiz ayting. Ham o'zini ko'rib turibdi, ham qog'oz ko'rib turibdi-da, birinchi guruh nimaga bergan? Shunaqa bo'lib turgandan keyin nima deb borasiz? Xudoyimni beraridan qo'ymasin. Allohga shukr, hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'lda kim yeb qo'ygan, nima bo'lganini bilmadim. Xudo xolasa, Allohning oldiga borganda so'rab, mana shunaqa savollar, qo'limda kimga bergan, nimaga yeb qo'ygan, bilgandan keyin inshaalloh sizga ham aytaman. Shu savolni bergan muxlisimizga. Savolni dumalab ketgani. Sizlarga savolda bunaqa savol berish uchun agar kilogrammda hisoblasak, odamga necha kilogramm farosat kerak bo'lar ekan? Savolni qarang. Agar men avval sog'lom bo'lib turib, keyin taqozosi bilan shunday bo'lganda solishtirib aytib berishim mumkinmidi? Misol, oldin unaqa edi, hozir bunaqa. Hozir men sizga ta'riflab bera olmayman. Keyin agar yo juda ham zo'r, bundan ato bo'lmaydi, rohat zo'r ekan deb siz ishontirsam, siz meni holatimga tushish uchun o'sha Xudoyim bergan qo'l oyoqlarni voz kechib kestirib yuborarmidingiz? Men buni ta'riflab beraman, lekin bilmadim. Hop, nima kerak bu videolarda? Yana shunday savol bor, maqsad. Maqsad, eng oliy maqsad o'zi. Men jamiyatga qo'shilib ketishim oson bo'lmagan. Yoshlikdan hattoki mahallamga chiqmagan bola bilan katta jamiyatga qo'shilish qiyin bo'lgan. Imkon qadar yangi uzun kiyimlar kiyishga harakat qilganman. Keyin o'sha talabalik paytda o'qishga borarkanman, yo'laki insonlarda menga qarab, hatto eshitib ham ko'p eshitardim, tavba qilishganlarini, Xudoga ko'p eslar, nima qilishganlarini ko'p guvohi bo'lganman. Va shundan birdan xayolga kelganki, biznesga bunday yaratilmagan deyman. Insonlardan qochish o'rniga aksincha ko'proq jamiyatda yurishim kerak emas. Xudoyim o'zining borligini yana bir bor eslatish uchun balkim shunday yaratgandir degandim xayolda. Balkim noo'rin fikr qilayotgandirman, balkim noto'g'ri gapirayotgandirman. Xato bo'lsa, bor uzr. Maqsad kimgadir bu videolar qo'yishdan maqsad. Kimgadir ozgina bo'lsa ham ijobiy tarafdan bir manfaatli bo'lsa, ayrimlar telefon qilishadi, o'zim tanimagan, umuman boshqa bilashardan telefon qilishadi. Aka, videoyingizni ko'rib, men oldin bunaqa edim, hozir bunaqa tarafga o'zgardim. Albatta ijobiy degan bir yaxshi nimalarni eshitganimda xursand bo'laman. Demak, nimadir bera olyapman. Mana shu asosiy maqsad shu. Avvalo, Xudoyim insonni taqdiriga nimaiki yozgan bo'lsa, o'sha narsa bo'ladi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. U meni mashinamga chiqadimi, boshqa mashinaga chiqadimi? Taqdiriga agar o'sha manziliga yetib borishlik yozilgan bo'lsa, albatta yetib boradi. Agar aksi bo'lsa, u Xudoga ayon. Agar odatiy inson mashinasini sal turtib olsa, odatiy hol qabul qilinadi, lekin ozgina kamchiligi, nuqsoni bor insonda bo'lsa, bu vahima. Nima kerak bordi, kim qo'yibdi bunga mashina haydash? Shunga o'xshash yana gap so'z. To'g'risini aytsam, men shu so'zni, ya'ni nogiron so'zini ishlatishda uncha yoqtirmayman. Oddiy sizlarga o'xshagan sog'lom insondek tasavvur qilib yuraman o'zim. Toki kimdir qandaydir yo'l bilan menga eslatib qo'ymaguncha. Men o'zim shunday his qilib tasavvur qilib yuraman. Men hech kimga, dushmanimga, umuman hech kimga o'zimda holatimni ravo ko'rmasdim, ko'rmayman.
hech qachon to'g'ri, odam bir-birini o'rniga yashab ko'rolmaydi. Hammani o'zini taqdiri, o'zini hayoti bor. Shu qatori meni ham hayotda kulib yashashga, xushchaqchaq bo'lib yurishga harakat qilaman. Chunki muhim emas u dardini har doim aytib, bana qilib yurish. Xudoyim o'zi yengil qilmasa, hech kim yordam qila olmaydi. Shuning uchun meni o'rnimga, meni hayotimda, meni holatimda bir kun emas, bir soat yashab ko'rgan inson o'zi biladi. Agar yashab ko'ra olsa. Bu mana shu savolmi nima yozilganlarga taalluqli ko'proq. Shunaqa.